Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar, Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 17-chi qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda Shveysariyada yashayotgan Andili Mehmet Kerim efendim biz bilan birga. Hürmetli Andili Mehmet Kerim efendim, bugungi programmamizga xush keldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Siz o'zingizni bir qisqacha tanishtirgan bo'lsangiz. Men Andili Ürümçide çoğum oldum. Ürümçide 19. başlangıçta keyin tecrübe otur mektepte, onun için Ürümçideki Şarkı Türkistan Meditsina Üniversitesi'de okudum. Okugandan keyin saya nazaret işlegendim. Onun için 96 yılı Türkiye'ye vardım, kettim İstanbul'a. Bu yerde Türkiye Türkçesine gelip keyin İstanbul Üniversitesi'nin doktorxanasıga asistan doktor bulup işki keserliklerini. Bu yerde bir imtihanla katlaşıp yine kabul kılındım. 98. yılı, 98'den 99'a işledim. 99 yılının ahırlarından beri Şveysariyada yaşayaktım. Siz vatandan ayrılgandan keyin muhacirat qilmiş hayatınızda hizmette qanday natijalarni qozondingiz, nereden ne keldiniz, cemaatlar toplashib, cemaatlar birden ikkidan keladi Uyg'urlar, ular bilan o'zaro tanishish, birlik kelish, tashkilot bo'lib qurilish, tashkilni vatan davosiga kirish, ondan keyin Janvadagi muhim bir yerda turyapsizlar. Har qaysi tashkilotlar u yerda bir faoliyatlar ilib boradi, ularga yordamda bo'lish. Şu hayatlarınızı sözlep bergen bolsanız. Rahmet. Muhacirat hayat hemimizden asasen okşap ketip dep qarayman. Endi chet el o'zimizning vatandan, yurtimizdan ayrilgandan keyingi hayat, muhacirat hayat, musafarchilik hayoti. Albatta bu chet elde bu g'arb davlatlarida demokratik davlatlar bo'lganligi uchun birinchi bo'lib his qilganimiz Xitoydagi besim bo'lmaydi, Xitoyning besim bo'lmaydi. Yani hiç bo'lmasa eng avval erkin ichimizdagini so'zlay oladigan, ko'z qarshimizda o'tirib qo'ya oladigan ish bo'ldi ekan. Mening Shveysariyaga kelgandan keyin, ya'ni Yevropaga chiqqandan keyin birinchi his qilganim shu va shuni arzu qilib chiqdik bu sirtqa. Shveysariyaga kelgandan keyin 2010-yilning boshlarida mushahidagi qarindoshlar bilan bir jamiyat qurdik. Tashkillangandan keyin vatanimizning, millatimizning dardini, davosini taxmin yaxshi ilib berilganligini hammamiz bilamiz. Bir tashkiliy faoliyat, tashkilsiz faoliyatdan har qanday vaqtda ustun turadi va natijali bo'ladi degan qarash bilan bir jamiyat qurdik. U jamiyatga qarindoshlar endi yetakchilik qilsang degan nimaga vazifaga qo'ydi. Shu vazifani o'rlab kelyapman. Bu yerda Shveysariyada biz kelgan vaqtda 99-yillar va 2000-yillarda bek az to'qshi 10 necha odam bordi va nayt tarqab o'rlashtirilgan. Endi hammalar asosan siyosiy panohlik tilab kelganlik uchun davlat qayerga o'rlashtirsa shu yerda qolib qolgan ishga onun uchun Shveysariyada 4 xil til so'zlanadi, kichik bir davlat bo'lishiga qaramay. Bu 4 xil tilning Uyg'urlar asosan 3 xil til rayonida, ya'ni nemischa, 2 xil til rayonida, nemischa va fransuzcha til rayonida. Endi bir yerga bu davlat o'rlashtirib 3-4 yil o'tab qolgandan keyin u yerning tilini ancha-muncha o'rganib qolgan ekan. Ya'ni ikkinchi tildagi tarafga, u yerda masalan qarindoshlarimiz ashad va shu yerga boraylik desangiz, yana boshqadan til o'rgandik ekanman deydigan bir qiyinchilik bo'ldi. Shuna qilib biroz tarqoq holatda turib qoldik, lekin bag'an sira albatta yillarning ichida sonimiz ko'paydi. Hozir 130 atrofida Uyg'urlar yashaydi. Günümdek o'sha nemischa va fransuzcha til rayonida yashaymiz. Tarqoq yashagan bilan biz eng avval bu yerda qilgan birinchi faoliyatni, birinchi qadamda bir yerga jam bo'lish, bir-birimiz bilan uchrashish qaraldi. Albatta oilaviy uchrashishlar, do'stlar orasida uchrashish, aptohlar uchrashish boshqa bir masala. O doimlik bo'lib turdi, normal bir
şekilde. Lekin biz köpçülük, cemaat şeklinde ve cemiyet şeklinde uçuruşunu her bir ayda, 6 haftada yani bayram günlerimizde devlet bayramımız olsun ve heyet bayramlar olsun, Novruzlar olsun, aşnak vaktinde uğurlaştırıp durdu. Ondan başka yani bu yerde cemiyet işinin en bence hem yerde aşnak oluş gerek değil mi? En birinci kadimi yani yüzümüzü bir yerde tutturup yüzümüzün medeniyeti, yüzümüzü saklap kalış ama var. Birbirimizle yarıyla buluş her taraftan. Onun için birbirimizle yarıyla bulalığın için vatanımızdan, milletimizden ne yerli halklarga veya şu yerdeki hükümetke, siyasetçilerge matbuatlarga anlatalayımız. Biz Şveysariyaliklar bunu Allah'a şükür nayet yaxşı neticelik aldı elip keldik hazırlıkça nayet yaxşı bir cemaatçilik var. Hem de tarqaq uğurlaşqan veya ki uzak yerler turumuz degen bilen nayet tez bir araya kelip bir faaliyetini uğurlaştıralayımız. Kasbi jihatda men vatanda bayatın degandek Ürümçili Meditsina Üniversitesinde okudum. 6 yılını bitirgandan keyin sayya nazoratida ishlagan. Ondan keyin qisqa vaqtlarda Xitoy tibobatida bilim oshirish kurslariga evatildim Ürümçili bordim. 94-95 bir yil Xotanda Uyg'ur tibobatimizni o'rganishga borgandim. U yerda bir yil Uyg'ur tibobatdan bilim oshirdim veya bilim aldım. Bu tibobatlar g'arb tibobat yani o'quvimiz hamda maktabda meditsina universitetida o'quvimizni g'arb tibobati deb ataymiz. G'arb tibobati bizning o'zimizning Uyg'ur tibobati veya Xitoy tibobati orasidagi selishtirmalar, farqlar veya birdakliklar mening kasb bo'lgan erishmanligimni aslida bakmi orttirgan. Lekin afsus Shveysariyada g'arb tibobati tarafdan jiq bir nimaga eshik ocholmay qoldim. Chunki kelganda albatta bayotim degandek iltijo qildik, iltijo qabul bo'lg'ichi bir necha vaqt o'tdi. Undan keyin ambiyaniki sayya sistemasining qoidasida unda 3-chi liniyada aytgan 3-chi nimada turadigan masalan birinchi o'rin turadiganlar o'ziniki va atrofdagi 4 davlat Fransiya, Germaniya, Italiya, Avstriya qo'shni davlatlarning, undan keyin Kanada, Amerika o'quvchilarning diplomlari, undan keyin boshqa davlatlar. Va qabul qilish bir nima yo'q ekan hamda. Qabul qilamiz degan qonun yo'q. Undan keyin g'arb tibobatida bakchiq bo'lmagandan kelib bir 2 yildan keyin biroz tilni o'rgangandan keyin o'sha bizning tibobatni sharq tibobati veya milliy tibobat tarafdan akupunktur, quruq shig'ni bilan davolash va o'simliklar bilan davolash o'zim ta'lim olgan taraflardan bir yo'l ochgan bo'laman deb tabii 2000-yillarda bu yerda bu tibobat, Osiyo tibobati veya akupunktur o'simlik dorilar bilan davolash bakmi bir to'nilib ketgan veya xalqlar voy ajab yaxshi bir narsa ekan deydigan bir holat yo'qdi. Ba'zilar meyg'ir kulib qo'yardi. Quruq shig'ni bilan akupunktur bilan nima qilamiz o'simlik dori bilan. Mana 20 yil ichida bak cho'ng farq o'zgarish bo'lib ketdi. Bu tarafda o'choqlardan o'ndan izlandim va o'sha Zürihda bir maktabni tepib ular bilan so'zlashib men u yerda o'qiyotgan o'quvchilarga praktik masalan nuqtalarni qanday topadi, amaliy davolashda jonilar qayerga sanjildi, hamda tilim bak mukammal emas, yaxshi bilmayman. Ammo ular uni ko'rsataman, ammo nazariya darsda men ular bilan o'tirib dars anglab, nemischa o'sha terminologiya, tibbiy terminlarni ataluvlarni o'rganishga shu maktab bilan ashuna kelishdim. 2001ning oxiridan 2014gacha u maktabda ham dars olib o'sha yerda o'qigan bo'lib, men u yerda o'zim bilan o'qigan savodoshlarimga amaliyotdan dars berib, praktik vaqtlarda. Ashuna qilib bu oraliqda ba'zi doktorlar bilan, undan keyin terapeut deymiz, ham o'sha fiziklik davolash bilan shug'ullanadigan o'sha kishilar bilan tanishdim.
ulardan taklif qilganlar bo'ldi. 2014dan tortib shu sari nima Zürich atrofida oil doktorlari bilan birlashishdi. Mening vazifam doktorxona ishda, kichik doktor, oil doktorlarning ichida u yerda g'arb tibbiyotida davolash ilib bora olaman, ammo asosli vazifam quruq shoni bilan davolash va o'simlik dorilar bilan davolash. Va bundan yaxshi natijalar erishildi. Yani kasbiy jihatdan bu yo'l menga shu g'arb tibbiyotida albatta o'qiganlarim o'zimga yordam qiladi. Birisiga bir diagnoz qo'yish, bir davolashni o'ylashda, ammo amaliylashtirilgan davolash veya amaliy ilib borgan ishim ve kasbim şu quruq shoni bilan davolash va o'simlik dorilar bilan davolash bo'lib kelyapti. 2015gacha ko'plagan yerlarda doktorlar bilan birlashdim. 2015dan beri o'zim bir shifoxona ochib, Uyg'urmet ismida bir shifoxona ochdim. Shu yerni ishlatyapman hozir. Allohga shukr, ish yaxshi ketyapti. Mening maqsadim hozir uni internet saytlariga bakmijik nima qilib qo'yolmadim, o'rgatib qo'yolmadim. Uni ishlayapmiz. Uyg'ur tibbiyotning nazariya asoslarini, Uyg'ur tibbiyotning alohidligini kasbiy jihatdan musharaka xalqlarga tunishtirish va uni qiziqadiganlarni bordi. Kasb o'zim shug'ullanayotgan kasb bo'lganligini qanday bilim oshirish kurslari bo'ldi. U yerga boramiz, gaplashamiz, uni tunishlar so'raydi. Sen Uyg'urkansan, Uyg'ur tibbiyot desa bu qanday ishda ba'zilar qiziqqanlar bo'ldi. Hatto 2013da bir Osiyo tibbiyoti leksiyalari deb boshqa bir kishilar, boshqa mushunaq menga o'xshaydigan tibbiyot bilan shug'ullanganlar bilan bir haftalik bir program o'rnashtirgan to'p, 4 haftalik. Unda Koreya tibbiyoti, Ayurveda, Hindiston tibbiyoti, Xitoy tibbiyoti va Uyg'ur tibbiyoti, Tibet tibbiyotini tunishtirish. Men Uyg'ur tibbiyoti bilan Xitoy tibbiyotini selishtirmasini so'zlab o'tgan. Nihoyat ko'p qiziqishli bo'ldi. Bu yerga qatnashganlar asosan dorigarlar va ham shu tibbiyot bilan shug'ullanganlar, hatto berib o'rganishga qiziqadiganligini va bizning vatan Sharq Turkistonga berishni arzu qilganligini, til masalasini qanday qilganligi to'g'risida mendan bilan suhbat o'tkazganlar bo'lgan. Keyin tabii vatanimizga ahvol taxmin ig'irlashib ketgandan keyin ularni biroz nim qildi. Tabii biz bilan tanishganlar, gaplashganlar albatta avval bizningki ahvolimizni biladi. Bu yerda qiziqsimi tibbiyotga yana bir narsa, yana Uyg'urning kimligi, Sharq Turkistonning qanday bir davlat ekanligi va qaysi holat ekanligini avval uni tunishtiraman. Yani qanday bir millat va qanday bir davlatning mansub ekanligini va nima qilib bu yerga kelib qolganligimiz uni tunishtiramiz. Mushunaq qilib ketyapmiz. Kasbiy jihatda Allohga shukr yaxshi ketyapti. Faoliyatlarimizda 2010-yil tashkilot qurdik. Uyg'ur Shveysariya Sharq Turkiston jamiyati, Uyg'ur jamiyati degan nom bilan qurib, hozirgacha avval o'zimizni tashkillash, o'zimizni bir yerda tutish, bu yerda tug'ilib cho'ng'ayotgan yoki vatandan kelgan avlodlarimizni o'sha yerda yaxshi yetildirish, avval millat vatan savdosi bilan, ishqi bilan yetildirish arzusida o'zimizning jamoatchilikni sog'lom tutishga tirishib keldik. Va sog'lom tutishga tirish bilan birga albatta birinchi har doim yurtimizning qetidan chiqadigan va yoki orzuyimiz vatanimizning, Sharq Turkistonning, Uyg'ur millatining va u yerdagi qarindoshlarimiz, boshqa millat, ya'ni bizga o'xshash qarindoshlarning Xitoy ishg'oli ostida tortayotgan zulmini xalqlarga tunishtirish. Sizning xabaringiz bor, Uyg'urlar bakmi notunishdi va Yevropada va yoki g'arb davlatlarida biz kelgan vaqtlarimizda Uyg'ur desak haqiqatan anglab boqmagan, asosan anglab boqmagan ekanda xalqlar bu nima desan desa, u isni hammamiz yashadik deb qarayman chet elga chiqqanlar. Bak ig'ir keladi dedim. Tabii bularning gunohi yo'q, hamda bizni bilmasligi bularning gunohi emas, bizning gunoh, chunki bu yerda Uyg'urlar kelmagan. Birinchi Uyg'ur, ya'ni bu yerga qadam qo'yganlar shu 91-90larda.
demek ki Uygurlar gelip bunu tanıştırıp bulmanki bulan bilemeyin. Uygur'un tanıştırış, Şarkı Türkistan tanıştırış, beslenilgan bir devlet ekanligini tanıştırış, aşna bilen öttü meşgulatımız asasen. Yani, teşkili cihatlik faaliyetlerden Şveysarya, Avrupa'da veya ki dünyada bir mühim bir yer. İktisadi bir devlet, biz siyasi devlet demezler turgan bilen hem bir tarafta mühim bir devlet, onun tüpsükemde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın orlaştırgan bir yere cenvedek bir şehir var. Bu yerde faaliyet hakikaten jık bolup turur. Faaliyet bolganda başka şu devletlerninki bu kişilik hukuk meselesi gayet işgal kılman devletlerinin faaliyetleri köp bolup turur. Bizim dastlapki vaqtda tilimiz asasen evimizde til kıyınçılığı boldu. Bu kelgandan keyin tutkulattık. İmkan bolsa tizmi bizde bizim şu siyasetçiler bilen bir tutuşup gaplaşalgan bolsak, jurnalist, muxbirlar bilen tunuşup gaplaşalgan bolsak deb arzu qilib bunun için tirishdik ve bir kadar bir natija demeyin de bir kadar bir ishlarni qildik hamda natija desak vatanimizga ahvol hammamizga aniq. Agar bir natija bo'lgan bo'lsa balki u yerga ahvolimdan yig'ilishib ketmaydi. Lekin tirishchilik ko'rsatdik. Dünyanın her qaysi joylaridan tashkilotlarimiz keladi. O'xshamagan ismlar, ammo hammalarning g'oyasi o'xshash. Arzu Uyg'urlarning Sharq Turkistonning ozodlik uchun, hurlik uchun faoliyat qilayotgan tashkilotlar. Bu yerda biz Shveysariya Uyg'ur jamiyati bo'lish suhbatimiz bilan hozirgi vaqtga bütün tashkilotlar bilan yaxshi moslashishga tirishib keldik. Bu yerdagi qarindoshlarning arzusi shu ve elip bargan faaliyetlerdeki hazırlıkça elip bargan faaliyetlerde gösterken rolümüz mü şu? Hiç qandaq bir talaş tartışqa aralashmadik. Aralashmaslikni o'zimizga va'da qildik. Chunki talışadigan, tartışadigan bir narsa biz talışadigan Xitoydan talışadigan vatanimiz bor. Xitoyni qo'llab chiqarishimiz kerak. Aramızda talışadigan narsa yo'q. Agar birsimizdan xato bo'lsa, kamchilik bo'lsa, tuzatishga yordam qilishimiz kerak. Mayli shaxsiylar orasida bo'lsin, mayli tashkilotlar orasida bo'lsin. Tilib olgan bilan va yoki bunday kamchilikni tepish bilan birisidan bir ishni vujudga chiqarib bo'lmaydi. Uni to'liqlash kerak va eng muhimi aslan nima talabim bor deb talab qo'yishga bek amroq bo'ldi insonning psixikasi shu. Boshqalardan talab qo'yish, boshqalarga talab qo'yish va shaxsiylarga bo'lsin yoki tashkilotlarga bo'lsin oson. Chunki u talab qo'ygan vaqtida masalan men bir talabimni qo'ysam, menda bir javobgarlik bo'lmaydi. Javobgarlikni boshqalarga berib qo'yib men qarab o'tirmayman. Talabni men o'zimga qo'yishim kerak. Agar men bir tashkilotning ishida bo'lsam, u tashkilotni qo'yishim. Men nima ish qildim va mening tashkilotim nima ish qilish kerak. Boshqalardan talab kutish pek oson narsa. Başkalardan talep veya başkalardan kütüş aşıladan biz kurtuluşumuz gerek. Mayli şahsi veya ki kolektif şeklinde olsun. Bizdeki aşı psikimiz, aşığımız tünüş gerek. Onu sözleşkenimiz amrak, manda kısak yaxşı buldu, onda kısak. Manda kısam yaxşı buldu dediyse, men ağzımdan o çıksa, demek ki onu cevapkarlıkı mende buldu men degendiken, onun için tırışıdığan. Kamchilik bo'lsa tuzishga qilgan faoliyatni taxmin yaxshi qilishga. Bu yergi ahvol hozircha mushunchalik endi bayotin degandek tashkilotlarimiz keladi, mayli shaxsiy faoliyatchi qarindoshlarimiz kelsin, mayli tashkilotlar kelsin. Ismlar bizga muhim emas, faqat ko'k bayroqni Sharq Turkiston ozodligi, Uyg'ur ozodligi deb kelsa, biz hammadan bilan birga faoliyat qilamiz. Chunki bizning o'zaro müşahir qarindoshlarningki so'zlashib o'zimiz chiqqan xulosamiz shu. Biz Shveysariyaning roli müşahir turayotganki Shveysariya rolini tutishimiz kerak debdi. Chunki Shveysariya shunaqa bir davlat, ham dunyoda hammadan bunda albatta o'zining bir ko'z qarashi, o'zining bir maydoni bor. Bizning shundoq
mesela doğru gap vatanı, hata gap vatanı onu nimede buluşumuz, idrak kılışımız gerek. Ama bir taraf tutuş yoki ana nima desam onu bir taraf tutuş, tarafbozlik qilish menimcha xato. Da'vo chunki tugamaydi u da'vo vatanning, millatning da'vosi mangulik bir narsa. U uchun samimiyat, o'zaro samimiyat bo'lganda asli da'vo qilish, faoliyat qilish bakmi qiyin ish emas u. O'zaro samimiyatli bo'lganda. Albatta hozirgi vaqtdagi sharoitda Xitoyning bu iqtisodiyotdagi kuchi, dunyo bo'lgan yiligarlikka birlashib davlatlarni hamda qaymoqtirdi uni chet el turayotgan qarindoshlar hammamiz bilamiz. Lekin davlat bilib turib ham menda yaxshi biladi, ammo bular qilmaydi deb qayrashga haqqimiz yo'q bir davlatdan. Qo'limizdan kelgan imkon bilan vatanimizni, millatimizning ahvolini tunishtirib, boshqalarning yesdashlikni va yordam qilishini qo'lga keltirishimiz kerak. Başlık kağıtımız. Şu muhaciretteki hayatınızda, şu kılan şu işlerden, şu bir hayat tecrübeleriniz, hemmeden bir hayat tecrübeleri buludu. Siz şu şekiliş hizmetteki uygularını bir teşkilleş, dava işçiliği kirişem, hazır yeni yaşlarımız çıkıvatıdı. Yani muşlar taraftan bulardan kanda maslaşıp iş kılış, teşkilatlardan kanda elip miniş, yani muş taraftan bir tecrübelerinizden yana biz hazır tecrübeleriniz bizden bir ortaklaşkan bolsunuz. Rahmet. Teşkilleniş, birge cem buluş bu bir asası bir güç hamda. Bu bo'lmaganda, teşkilleniş bo'lmaganda, birge cem buluş bo'lmaganda hech qanday ishni vujudga chiqarib olmaydi. Bo'lib bir vatan millatning davosini qilayotgan, uni bizga Xitoydagi bir ishg'olchiga qarshi faoliyat qilayotgan yoki harakat qilayotgan bir xalq bo'lishimiz bilan boshda bir o'rtaq g'oya bo'lishi kerak. G'oyamiz o'rtaq bor. Tashkillanganda albatta ko'z qarash degan umumiy yaxshi narsa, ko'z qarash har xil bo'ladi. Masalan, birisi o'ng tarafdan kelsak yaxshi bo'larmikan, birisi so'l tarafdan mangaylim deydi, lekin bordigan nishon o'xshash bo'lishi kerak. O'xshash bo'lganda faoliyatlar moslashadi bir-birisiga. Undan keyin unumlik bo'ladi deb qarayman. Bu yerda bir unutmaydigan va eng qibnami qilib har doim ko'zimizning oldida turadigan bir narsa vatanimning ishg'ol qilinganligini unutmasligimiz kerak. Vatanim ishg'ol ostidagi bir davlat. Bu yerdagi bu ishg'olni tugutish uchun herib kelishga bo'lmaydi. Ya'ni men herib qolsam bo'lmaydi deyish kerak har bir odam. Ya bu ishlab bir yerga kelganda men herib qoldim bo'ldi, yoshlar yetishdi, yoshlar qilsam men to'xtab qolay degan ish emas. Yani bu da'vo ish bo'lmaydi. Mening kuzatganlarim, ko'rganlarim deyapman. Tajribam deyamayman. Tajriba so'zlash biroz yarashmaz, uncha tajribali bo'lib ketmadik. İnsan her daim o'rganish kerak. Bularni bu vatan millat faoliyatida davosida har doim aktiv bo'lish kerak deb qarayman. Mana shaxsiy o'zim qo'ygan talabim bor, boshqalarga bir narsani yuklamayman. Yoshlar yetilyapti masalan Yevropada va yoki Amerika har qaysi davlatlar bo'lsa, yoshlar yetilganda yoshlarniki bizning ortiqchiliklar bo'ldi, albatta bizning uyg'unliklar bo'ldi. Yoshlarning ko'pinchisi kichik yoshida bu yerda yetilayotganlar, hozir chet elda yetilganlar, kichik yoshida bu yerga chiqqanlar va yoki o'sha tug'ilganlar. Bulardagi ortiqchilik shu davlatlarning turayotgan davlatlarning eng muhim, hammamiz ko'p dardini tortgan bir narsa til. Shu davlatlarda turayotgan davlatning tilini yaxshi biladi, qonunlarini yaxshi biladi. Bizdan jiqroq yaxshi biladi. Endi qonun deganda mukammal cho'nglardek bilib ketmasmi? Qayerga kirib nima deyishni, tez bir nimalarni uqtirishni, hal qilishni biladi. Bizning ortiqchiligimiz biz vatanimizning tuprog'ini dastlab kelgan, u yerdagi achchiqni, u yerdagi zulmni ko'rgan. Bu ikki tarafni birlashtirish kerak. Ya'ni yoshlar cho'ng bo'ldi, bular yetildi, 5-6sini jamiyatga akirib qo'ydik, tashkilotga mushlar bir nima qilsin deb tashlab turishga taqib bo'lmaydi. Ammo o'tirib
bular kichik, tajribasi yo'q va yoki vatanni ko'rmagan, ichidagi milliy hislari so'z, bular birdan qilolmaydi, yo'qolgan yerdan qo'rqib, andish qilib, egallab olib o'tirishga taqib bo'lmaydi. Yani ularni bir ish qilsa, ish qilgan. Bular yoshlarni eng muhim narsa men vatanparvarlikni, ya'ni asl kelgan yerimizning qayerligini, qaysi tuproqdan kelganligimizni va bu davlatning, u millatning qanday bir ahvolda ekanligini ular singdirish kerak deb qarayman. Her bir ota-onaning bu bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi endi tugaganmiz, uygunlar oqib tigil bo'lmaydi. Vaqt o'tgandan keyin hammamiz bilamiz, ham bular mana tibbdan, meditsindan biraz ta'lim olgan bir kishi bo'lg'achqa, bularımızın tibobat insonlarning psixikasini, mizojini tadqiq qilgan bir ilm. İnsan bir yerga kelganda ba'zi narsalarni qabul qilish vaqti o'tib, sus qabul qilgan bo'ldi. Har bir nimaning bir vaqti bo'ladi. Yaşimizning cho'ng'ishiga ba'zi narsalar kichkina qabul qilinganlar shu payt qoldi, cho'ng'igan sir ba'zilar susishdi. Vatan millat sevgisi, vatanparvarlik kichkidan elib berilishi kerak. Va turayotgan davlat kimi u bolalarimizni, avlodlarimizni, yani sen shu davlatning bir a'zosi, shu davlat sening davlating deganini bildirishimiz kerak va sening yana bir davlating, men kelgan bir davlat bor, sening asli sen oid bo'lgan o davlat ma'lum, Sharq Turkiston, sening millating Uyg'ur va yoki boshqa Turkiya millatlar bo'lsa yerdan kelgan. Yani bu ikkisini nihoyat yaxshi birlashtirishimiz kerak. Cho'nglar bilan yoshlar o'tirisida. Bu yerda bir hargiz bir chok yoki bir siziq bo'lib qolmasligi kerak. Bu ikki taraf yo'g'rilganda bizda bir qabul qilish, hurmat qilish bo'lish kerak bizda psixikimizda. Chunki qo'rqitish bilan bir ishni amalga oshirib bo'lmaydi. Hurmat kulturi bo'lganda madaniyatda bularning Yevropaliklarning buni ko'rib turibmiz. Qo'rqitish kulturi Xitoylarga, madaniyati Xitoylarga oid. Hammasini qo'rqitib turib boshqarmayman deydigan. Qo'rqitib turib boshqarilgan va yoki masalan vatanda cho'g'ilgan hammamiz bilamiz. Xitoy rejimi ostida yolg'on gap qilmiz, yashag'in bo'lmaydiganligini hammamiz bilamiz. Rostga bu odam yashamaydi. Ham tabii u yerda yashayotgan millionlarcha Uyg'ur hammasi yolg'on gap qildi degan emas, lekin hammamiz bilamiz endi. Hukumat bo'lgan munosabatda shu yaxshi debdi, Beijing yaxshi yozibdi, Urumchidan manda yaxshi yozibdi deb o'tiradiq masalan siyosiy yurishlarni. Dinisi bo'lmaydi. Yolg'onligini bilib turibdi. Ashuna o'xshash. Endi bu yerdagi yoshlarimiz g'arb madaniyati bilan cho'ng bo'yatdi. G'arb madaniyatining ilg'or taraflari nihoyat jiq. O'zimizning albatta taxmijiq Uyg'ur madaniyatining bizmi g'arb bilan sharqni o'tirsida nihoyat mukammal bir madaniyat yaratgan bir millat. Shuningga biz asli nega borsak shu yerga yaxshi sing'isha olamiz va shu yerga yaramli inson bo'lib, shu yerga yaramli bir aholi bo'lib tura olamiz. Misol bersam, shu Sariyaga kelgan yoshlarimizni vatanning kichik 10 yoshida kelgan yoshlarimizni qonun o'qib bitirib davlat organlarida ishlayotganlar bor. Shunchalik az bu yerda, masalan, bayatimizda 130 ga yaqin Uyg'ur bor, balki 120 necha. Buningki 50-60 miz cho'nglar. Qolgan 50-60 bolalar bor. Bu 50-60 boladan 10 dek bolalar, 15 bolalar shu burun kelib o'sha cho'ng o'g'illar hammasi shunday yaxshi yerda ishlaydi. Bankda bo'lsin, qonun organlarida bo'lsin, doktorlikni o'qiganlar bor, doktor bo'lib ishlaydi. Shularning 12-13 yoshida kelib tilni o'rganib, qonun o'qish chiq millatlarga nima bo'lmaydi. Uning uchun bizning soni shunday az. Ya'ni kelgan bolalardan bizning o'zimizning tilimiz bo'yicha deganda bekorchi bo'lib ketgan yoki bunday bo'lib ketgan bolalar yo'q, Allohga shukr. Ya'ni bu nima bizning millatga asl xizmat turishning qanchalik mukammalligi, qanday chiq bu o'qish erishmanligi, ilm olish erishmanligi bizning millatda bek cho'nqur.
bir tarixiga an'ana. Avlodlarimizni musharki yoshlarni yetildirish va ularni da'voga kirgizish, taklif qilish bizning qo'limizdagi narsa. Cho'nglarni. Balki bu hamiyat ashloq qo'l deb qarayman. Ularni rag'batlantirish, ularni bayatin degandek buyruqbozlik bilan qo'rqitib turib bir nima qilish emas. Ularning fikrlariga hurmat qilib, ularni desteklasak, qo'llasak, bundan keyingi da'volarimiz taxmi mukammallashishi deb qarayman. Chunki bundan keyin, bundan burunishdan keyin taxmi mukammallashgan bir sistema, bizning da'vo sistemamiz bo'lishi kerak. Shuna qonun o'qiganlar va yoki tilni yaxshi biladigan ish qilib mukammallashgan bir da'vo bizga taqozolik bilan lozim. Chunki bu hammamiz ko'rib turamiz. Endi bizning vazifamiz bayatni dedik, jamoatni bir yerda tutib turish, bu bakmo'yin narsa, Uyg'urligimizni, Sharq Turkistondan kelganligimizni tunishtirish, Xitoyning ishg'olini tunishtirish degan vaqtlar asosida o'tadi, uni to'lidi aslida dunyo. Xitoyning o'sha keyingi 5-6 yildan beri taxmi ajralishib ketishi bilan to'lidi. Lagerlarni qurishi, bular bu Urumchi voqeasidan keyin, Urumchi qirg'inchiligidan keyingi 10 yil ichida asta-asta dunyo Xitoyni ishg'ol qilgan tuproqlikni qabul qilmasa, u yerdagi zulmning davom qilayotganligi 70 yildan beri borligini, ammo keyingi 10 yilda taxmi ashadlashib ketganligini dunyo to'lidi, matbuotlar yozyapti, chiqyapti. Endi bundan keyin qanday qilganda Xitoylarning razil abdubashirisini taxmi ichib tashlaymiz. Xitoylarning qanday qilsak ziyniga faoliyatlarni yaparalaymiz. Qanday buni zat obrazi yo'q, ama obrazini taxmi abdubashirisini taxmi ichib tashlalaymiz. O'zimiz turayotgan davlatlarni. Uning uchun tirishishimiz kerak. Bu tirishish ne müşahideki bundaq tirishlarni müşahid cho'ng bo'lgan bolalar taxmi yaxshi qila oladi. Yosh bolalar deb o'ylayman. Rahmat, nayt yaxshi tafsiliy so'zlab berdingiz. Oxirida bütün Uyg'ur jamoatiga bir yurak so'zlaringiz bo'lsa desangiz, programmamni oxirlashtirsam. Rahmat. Oldi bilan bütün Uyg'ur jamoatiga salomatlik tilayman. Bir tip bo'lishish bilan vazir qilish kasallik ahvoli bak ig'irlashib ketyapti. Hammalar diqqat qilib inshaalloh salomat qolsin Uyg'urlar. Biz uni ko'tarmay qolamiz agar kasal Uyg'urlar taqilib bir ko'ngilsizliklar bo'lsa. Endi albatta bizningki eng muhim vazifamiz bu chet elga chiqib veya bu yerlarda yashash bizning bir karomatimizni yoki nochiligimizni bo'g'ashimiz, men o'ylayman bir vazifa chiqib bir zimmamizga yuklangan bir vazifa, shu vazifa bizni bu yerga olib keldi. 20 yil burun yosh to'q, 22 yil burun, 23 yil burun g'oyalarimiz bor. U g'oyalar hozir Allohga shukr keldik, tashkillandik. Yani bizning o zimmamizdagi vazifamiz hammamizda aniq, o'zimiz his qilib, har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik uni his qilaylik deb bilmaydi. Kimi ovozliq o'tirg'i chiqardi, kimi ovozsiz ichida saqlaydi. Vatanimiz uchun tirishaylik, vatanimiz uchun butun nafas vatan uchun bo'lsin, og'am bergan nafsimiz. Chunki bizning tuproqimiz inson yosh cho'ng bo'lgan siri hammamiz bildik-miz, tuproqning qadri bakmi yutildi ekan, burunni yutilatdi. Ammo ba'zida deyishimiz hamiyat bordir bu gaplar. Masalan, cho'nglarda Urumchida cho'ng bo'lganlar Qashqardan kelganmiz, Qashqarga, hatto Xotandan kelsa Xotanga, Otishdan kelsa G'uljidan kelsa G'uljiga ketadi misol. Shu ashlarmi shu tuproqni ishib turib vatanni, ammo o'zi tug'ilgan tuproq boshqacha tortadi ekan. Hozir biz qancha ming kilometr yiroqda turyapmiz. Doim ko'rish nasib bo'lsin, masalan, hozir 23 yil
koptu. Ayrılığına varamadım. Her bir Uygur'un azat erkin bir Şarkı Türkistan'a baralış için dua kılınan. Onun için özümüz tirişimiz gerek. Biz bu çetelge çıkanlar bir vazife, bir g'oya bilan keldik, uni davom qilishimiz kerak. Bu vazifa bizga yuklangan. Mayli o'zimiz xohlagan, xohlamagan va yoki his qilayli, his qilmayli. Bu yerga chiqqandan keyin har bir Uyg'ur ashadagi necha million Uyg'urning men javobgar, shu Uyg'urning hayoti uchun, shu Uyg'urning baxti uchun men javobgar deganni ichimizda, yuragimizda doim his qilib turishimiz kerak. Shunaqa bo'lganda bizning da'voyimiz bo'lsin, bütün faaliyetlerimiz ilgari basıyor. Bu demek bizga birlik lazım. Hammamizda deyilgan modaga aylanib ketgan bir gap bo'ldi. Bu birlik bo'lmatanli bo'lyapti ama taxmi mukammallashgan birlik lazım. Kishilarning sirtqi ko'rinishi muhim emas, o'ylaydigan o'yi muhim emas, lekin g'oya bir bo'lsa, vatan Sharq Turkiston, g'oya Uyg'urning ozodligi bo'lgan ish bo'lsa, birlashaylik amalda. Onun için meni yurak so'zim salomatlik tilayman aziz xalqimga. Undan keyin birlik tilayman. Va uni men o'zimdan boshlashim kerak. Bu birlik uchun men qadam tashlashim kerak. Boshqalar menga kelsin emas, men boshqalarga minishim kerak birlik bo'lish uchun. Apu qilish deganda albatta agar vatan millat oldida bir xoinlik yoki bir cho'ng gunoh o'tkazmagan bo'lsa, shaxsiy bir munosabat bilan bo'lgan arazchiliklarning bir narsalarni apu qilish kerak. Apuchanlik bilan bir-birimizni minishimiz kerak. Bu birlik bo'lganda vatanimiz qo'limizga keladi. Yurak so'zim shu. Hürmetli Andilya efendim, bugünkü programımızda özünüzden aldıraş olsunuz mu? Deydiğen nimi gaplarım badab nait kemterlik bilen bu programını kabul kıldığınız vaxtınızdan vakit çıkarıp bunun için köpten köp rahmet. Sizin bu şu özünüzden şu turuvatkan yerde kılgan barlıq işlerinizden bundan teximi yaxşı davam kılışını ümit kılma hem de Uygur da isim bilen aşkan davalaş orunuz mu? Xitay üçün bir ciniği patqan bir Xitay bir zərbə, şunun üzümü bir qələbə deb oylayman. İnşallah bundan ilgisindən aşağıdakı barlıq fəaliyyətlərinizə tutuqlayman. Həm də özünüzə təalluq bolğan yürək sözlərinizni, oy fikirlərinizni, təklif fikirlərinizni bizimlə ortaqlaşqanlığınız üçün köpdən köp rəhmət eytiman. Aman bolam. Rəhmət. Sağ olun. Dedim ötkürnüme, dedi kulumdu. Dedim satar mısın, o dedi yap.